Tinglovchilar, bugun milliy sertifikat savoliga tushadigan misollarni yechishni boshlaymiz. Demak, 1 dan 200 gacha misol yechish niyatimiz bor. Mana birinchi misol. Soddalashtiring. X ni 5-si ko'paytirib y ni -2-si, ham buni yozishimiz mumkin. 1 taqsim y kvadrat deb. X minus 1 taqsim 2-si 1 taqsim ildiz osti x va kub ildiz ostida y ni 7-si deb yozib olishimiz mumkin. Buni yana ham soddalashtiradigan bo'lsak, x ni 5-si ko'paytirilgan mana bu x suratga chiqadi va y kvadrat. Buni yozishimiz mumkin. Y ni 6-si 1, y ni 6-si ko'paytirib y ni 1-si, y ni 6-sidan y kvadrat chiqadi. Kub ildiz ostida y qoladi. Buni ham yozamiz. Barobar x ni 5-si ko'paytirilgan x ni 1 taqsim 2-si. Mahrajda x 4-si, y ni 1 taqsim 3-si. Va mahraj beradigan bo'lsak, x ni 11 taqsim 2-si, y ni 13 taqsim 3-si. Buni ham yozsak, x ni 11 taqsim 2-si ko'paytirilgan y ni -13 taqsim 3-si degan javob yo'q ekan. Bu yerda javob, demak, bu yerda xatolashib ketilgan javoblar, chunki mana bu yerda mahrajda 10, mana shu 2 bo'lishi kerak. Shunda bizda B javob chiqadi.